Xo'sh, do'konimizga elektron avtomat tonometr kelgan. Qon bosimingizni o'lchaydi, pulsingizni aniqlab beradi. Keling, yaxshisi men sizga ishlash prinsipini ko'rsataman. Bu elektron avtomat tonometrimiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunaqa jitka kristalniy ekrani bor, ma'lumotlarni ko'rishga juda yaxshi qulaylik yaratadi. Undan tashqari chiroyli bunaqa chexoli bor, avtonom o'zini zaryadkasi bor. Buni mana bunaqa zaryadnik bilan tok oldirasiz. Yana menga yoqqan afzal tomoni bu yerda sizni qon bosimingizni va yurak urish chastotangizni raqam bilan ko'rsatgandan tashqari ovozli xabar bilan sizga ham yetkazib turadi. Manjet yurakni ro'parasida bo'lishi kerak. Buni bosganingizda ham bu yerda rus tilida takrorlaydi. Манжеты должны находиться на уровне сердца. Систолическое кровяное давление. Agar mahsulotimiz sizga qiziq bo'lsa, alo deng, или kommentariyga narxini yozib yuboring, men sizga to'liq ma'lumot beraman. Qo'ng'iroq qiling, tezroq kelishamiz.